Bugun qanday uyg'onding ey Xorisa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'ramoqdalar. Bugun qanday uyg'onding? Ya'ni holating qanday? قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. Men bugun haqiqiy musulmon bo'lib, haqiqiy iymon egasi bo'lib uyg'ondim ya Rasululloh. لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك؟ Bu aytayotganlaringning isboti nima? Ular sahobani tekshirmoqchi bo'ldilar va Xorisa aytdiki, عزفت نفسي عن الدنيا. ular aytdilarki, endi men bu dunyoga unchalik ham qiziqmay qo'ydim. فأسهرت ليلي Tunlari uyg'onib Allohga ibodat qilyapman. وأظمأت نهاري. Kunduzlari Alloh subhanahu va taolo uchun roza tutyapman. Faqatgina oxirat uchun harakat qilmoqda. Keyin Rasululloh shunday dedilar. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. Ular aytdilarki, go'yoki bu juda ham muhim, chunki siz buni ko'zlaringiz bilan ko'ra olmaysiz. Ular aytdilar, وكأني أنظر go'yoki Allohning arshi ko'z oldingda namoyon bo'lsa. وأهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعاون. U qalbidagi nur bilan ko'ra olayotgandi, jahannamda, jannatda nima bo'layotgani haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ular aytdilarki, رجل نور الله قلبه عرفت فلزم. va aytdilarki, أبصرت فلزم. boshqa rivoyatda ular aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo kishining qalbiga solgan nur, agar u to'g'riligini, to'g'ri ma'rifat ekanligini bilib tursa, endi siz o'zingiz qalbingizning nuri bilan uni ko'ra olsangiz, عرفت فلزم. uni mahkam ushla va unda sodiq qol.